edi, endi ichib olishadimi? Hozir bir daqiqa bartaraf etamiz. Hurmatli mijoz deyman yoki-da hurmatli abonent. Qanaqa hurmatli mijoz voy, hurmatli fuqaro deb murojaat qilasan. Axir sen kiber xavfsizlikdansan. Davay, tezlashtir dedim qoldi. Hurmatli fuqaro, hozir telefon raqamingizga 4 talik kod boradi. O'sha kodni bizga aytib yuborsangiz, biz yechimini hal qilamiz. Aha, hop. Umnichka, men aytdimmi? Topsan, lekin odamini molodets. Mana bo'lar ekan, ko'rchi qancha bor ekan hisobda. Aytor kodini. Esimni hozir. Amtoz chiqarib Aytoring. Amtozing qarab olgan. Bu yo'g'iga aralashmay qo'y. Mulozamatli lekin boblar ekansiz. Boz, umr bilan puli bor ekan. Ichib olay. Hazillashibsanki. Yaxshi hazil bo'ldi lekin. Yomon emas lekin bugun maydalashib o'tirmadik, 1-2 million, 3-4 million. Va sразу 1 milliondan mana boshlab oldik. Ko'rchi, bundan ham jinilar yo'qmikan? Boz, bitta bor ekan, qarang. Kartalarni qo'ygan ekan. Xo'p, bu invalidning nima aloqasi bor bizaga? Boz, qarang, 10 million prasmotor. Karta raqam qo'yilgan. Amiya. Voy, mendan ovoz chiqyapsan-da, men bor gapda shu shogird osh pishadi degan gap bor ustozda. Tezda menga nomerimni probit qilgin kam. Endi o'ziga o'xshaysiz.